بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi sana 2023-yil oktyabr oyini 31-seshanba kuni namozni mag'zi yoxud namozni ruhi deb nomlangan darsimizni davom etkazamiz. Alloh taolo o'zi qilayotgan darslarimizni davomli va hamda manfaatli qilgan bo'lsin. Mana sizlar bilan navbatdagi biz namozni ruhi degan darsimizdan gaplashib kelayotgan yerlarimiz namozni endi 7-kaliti degan joyga yetib keldik. O'zi aslida bu kitobimizning nomi o'zi aslida shunday nom bilan nomlangan. Mafatihu iqomati solat. Namozni haqiqiy suratda qoyim qilish kalitlari va yana Allohga qulchilikni amalga oshirish. Ya'ni haqiqiy suratda inson Allohga qul bo'lish. Mana shu mavzu haqida mana namozlarda biz ko'p gapiryapmiz. Mana shu namozga taalluqli bo'lgan darslarimizda. Xo'p, endi hozirga aytmoqchi bo'lgan mana masalamiz namozni qoyim qilish, namozni haqiqiy suratda o'qishlik masalalaridan mana bu 7-masala, 7 ya'ni kalit bu tahmid deb aytiladi. Tahmid degani hamd aytish. Tahmid degani mana uni nima deb aytamiz? Allohga hamd aytish, Allohga sano aytishlik o'ziga loyiq bo'lgan narsa bilan. Alloh subhanahu va taolo o'zi haqli bo'lgan buyuk min azimi sana, buyuk hamd sanolar mana shunday ulug'lashliklar bilan Alloh taologa hamd aytamiz. Hamma namozda, xossatan Fotiha surasida. Biz Fotiha surasiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu narsa bor. Alhamdulillahi robbil alamin deb aytishimizda, qani boshdan bosh Alloh subhanahu va taologa hamd aytishlik boshlanadi. Mana bu narsa juda ham bir ajoyib va diqqatga sazovor bo'lgan narsalardan. Demak, namozning rukunlaridan bir rukun xossatan hamdga xoslangan. Boshqasiga emas. Demak, namozda Allohga hamd sano aytishlik bor. Demak, namozda rukunlardan bittasi shu Fotiha surasini o'qishlik deydi ulamolar. To'g'ri, ba'zi ulamolar rukun deb turib aytmagan bo'lsa ham, lekin haqiqatda e'tiborli bo'lgan ulamolar mana shu Fotiha surasini buni rukun deb aytgan. Imom Buxoriy alohida mana shu Fotiha surasi haqida o'zini, ya'ni kitobini yozgan, alohida Fotiha rukun ekanligini. Hatto bir inson mana namozga kelsa-da, tasavvur qiling, masjidga namozga kirdingiz, ruku holatda turibdi, rukuga qo'shiladigan bo'lsangiz, rukuga ya'ni siz ana shu rakatda e'tibor bermaysiz. Balki u rakatni o'rniga boshqasini o'qishingiz kerak bo'ladi. Lekin boshqa mazhab ulamolari mayli e'tibor beraveradi degan. Jumhur ulamolar e'tibor berish kerak deydi, lekin Imom Buxoriy yo'q deb turib juda qattiq olgan mana shu masalani. Fotiha surasini demak namozning rukunlaridan bitta rukun deb aytgan. Shuning uchun ham haqiqatda mana shu Fotiha surasi o'zi haqiqatda muhaqqiq ulamolarning so'zi bu. Muhaqqiq ulamolarning so'zi, juda ham ko'pchilik bo'lgan ulamolarning so'zi. Hadisda o'zi zohiri ham shu. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Fotiha surasini o'qimagan kishi namozi namoz emas deydi. Hatto orqadagi ma'mumlar ham o'qishlik kerak jahriy bo'lgan namozlarda deb turib ba'zi ulamolar shu narsani aytgan. Endi boshqa namozlarda qo'yaverasiz ya'ni. Shu darajada aytilganda, lekin qarang, siz bilan bizga kerak bo'lgan narsa namozning rukunlaridan bo'lgan bir rukun, u alohida hamdga xos ajraganda boshqa narsaga emas. Demak, shu Fotiha namozning rukunlaridan bitta rukun deb aytiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning namozining sifatidan bu ma'lum. Demak, Rasululloh o'zining ummatiga mana shu rukunda bir qancha, ya'ni mana shu rukunda bir qancha hamdlarni o'zi mashru qilib berdi. Namoz o'quvchi odamga shu narsalarni ta'lim olish kerak. Lafzda va yana ma'noda shu narsalarni yodlab olish kerak. Lafziga ham e'tibor berish kerak, aytayotgan tilidagi lafziga, ma'nosiga ham e'tibor berish kerak. Va bir safar uni, bir safar buni qilib turib, ya'ni har xillari bor, shularni takror aytib turish kerak bo'ladi. Va yunawi abaynaha degani bir safar uni, bir safar buni aytadi va uni takror aytish kerak bo'ladi. Ko'p takrorlash kerak. Va yana mana shu rukunni uzun qilish kerak, xossatan nafl namozlarda. Endi mana bu rukunda to'xtashlik mashru', ya'ni shariatda bor. Bu rukunki, ya'ni shu Fotiha rukuni. Chunki hamd u Alloh taoloni ulug'lash, Allohni muqaddas deb bilishlik darajalarning eng oliysi.
Fakanal wuqufu huval munasiba lah. Demak, to'xtashlik unga munosib bo'ladi. Va hamda u odam tavhidni hammasini o'z ichiga olgan, Qur'onni o'qishlik rukniga bo'ysunayotgan bo'ladi. Qarang, demak tavhidni hammasini o'z ichiga olgan, Qur'onni o'qishlik rukniga mumasil. Ya'ni mana shu odam mana shu Qur'onni o'qiyotganga o'xshab turadi. Endi Allohga hamd aytishni ikkita jihati bor. Namozda Allohga hamd aytishni ikki xil holati bor. Bitta holati bor, Alloh taologa Allohning sifatlari, ismlari, fe'llariga ko'ra hamd aytish. Ikkinchisi bor, Allohga hamd aytish Allohning ne'matlari va Allohning tamomiy in'omlari, yaxshiligi, ihsoniga ko'ra. Endi mana shu ikkita jihatda banda Alloh subhanahu va taoloni mutlaq kamolati bor ekanligini biladi. Mutlaq hamma tarafdan, hamma jihatdan komil degani. Allohning fazli, Allohning minnati bor ekanligini biladi. Va yana Alloh taolaning yakka o'zi, faqat o'zi bor. Allohning sherigi yo'q. Alloh ulug'lanishlikka, maqtalinishga, hamd sanoga, taqdirga haqli deb turib biladi. Mana bu narsada birontasi unga sherik bo'lmaydi. Xalqlardan birontasi sherik bo'lmaydi. Mahmakana va mankana. Mahmakana qanday bo'lsa ham, va mankana qachon bo'lsa ham. Qarang, qanday bo'lsa ham, qachon bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taologa hamd sano aytishlikni banda uni sanab sanog'iga yetishi mumkin emas. Allohga hamd sano juda ham ko'p aytiladi. Inson ana shuni bajarishi ham qiyin, imkoniyati yo'q. Demak, Alloh taolaning bandasiga bo'lgan, bandalariga bo'lgan rahmatidan, yaxshiligidan ularga ba'zi jami bo'lgan, umumiy bo'lgan ba'zi so'zlarni Alloh taolo mashru qilib berdi. Ana shu so'zlarga odamlar tarafidan rozi bo'ldi Alloh taolo. Shu narsadan mana hamd sano aytiladigan narsalardanki, la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. Ya Alloh, men seni maqtashga qodir bo'la olmayman, sen o'zing maqtagan deysan. Sen o'zingni ya Alloh maqtagan deysan deb turib aytiladi mana. Mana bu o'zi aslida istiftoh duolarida o'qiladi. Bir buni o'qib turish kerak-da. Masalan, o'zi subhanakallohumma va bihamdik. La ilaha illa ant. Subhanakallohu va bihamdik va tabarakasmuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk bo'lgan shu istiftoh duosi bor-ku. Bu ham bitta hamdda o'zi. Alhamdulillah aytishlik mana bitta hamd masalan. Robbana va lakal hamd u bitta hamd. Qarang, mana shunaqa holatlar bor. Hozir ana shu istiftoh duosida yana mana shu holat bor mana. Bu yerda hozir biz o'tadiganimiz, ya'ni qaysi masala? Ana yana bitta duo. Alhamdulillahi min as-samawati va min al-ard va min ama baynahuma va min ama shi'ta min shay'in ba'd. Ahla as-sana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Alhamdulillahi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu robbuna va yarda. Ya'ni mana shuni qilib turib aytiladi-da. Inson mana shu narsani ma'nolarini agar chaqadigan bo'lsa, juda ham katta bir ma'nolar bor. Qarang, alhamdulillahi min as-samawati va min al-ard. Allohga hamdlar bo'lsin, osmon va yerni to'laligichalik. Va ikkalasini o'rtasidagi narsani to'laligichalik. Va mil'a ma baynahuma. Va min amashi ita min shay'in ba'd. Keyin yana undan tashqari Alloh xohlagan, ey Allohim o'zing xohlagan narsani to'laligichalik. Sen o'zing sano va ulug'lik ahlisan. Banda ahaqqu ma qala al-'abd. Banda aytgan eng haqli narsa shu hamd. Hammamiz o'zingga qulmiz. Alhamdulillahi hamdan kaseeran mubarakan fih. Shuna qilib aytiladi. Kama yuhibbu robbuna va yarda. Qani mana shu hamdlar aytiladi. Bu istiftoh duolarda aytiladi bular. Endi Robbana va lakal hamd aytiladi. Hozir uni ham aytamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uzun soatlab qolib ketardi shu hamdlarni takror aytib. Takror aytadi Rasululloh. Mana namoz o'qiydigan odam rukudan ko'tarilgan vaqtda Samiyalloh liman hamidah deb turib aytadi, qarang. Samiyallohu liman hamidah. Hamd aytgan odamni Alloh eshitdi, ijobat qildi degan ma'noda. Endi mana bu jumlaga e'tibor bersak, namoz o'qiydigan odamni hamdga shoshilishlikka undash bor va tezlash bor. Ya'ni hamd ayt deganida Alloh subhanahu va taolo hamd aytgan kishini eshitdi va uni ijobat qildi. Demak, namoz o'qiydigan odamga mana shunday xursandchilik bilan namozini har bitta rakatida xursand bo'lish kerak bo'ladi. Allohning hamdini ko'p qilish kerak. Allohga hamd sano aytish kerak. Mana bu Alloh taolaning bandasining ustidagi haqqi. Ko'p hamd aytishlik umidni amalga oshirishlikka bo'lgan bir vasila. Baloni daf qilishlikka bo'lgan bir vasila deb aytiladi. Qarang, mana bu Allohning bandasining ustidagi haqqi,
ko'p hamd aytishlik umidni amalga oshirishlikka bo'lgan, baloni daf qilishlikka bo'lgan bir vasila deyiladi. Tushunarli? Yana takror aytaman. Ko'p hamd aytishlik umidni ro'yobga chiqarishni, ro'yobga oshishligini vasilasi. Ya'ni bu nima degani? Ko'p hamd aytadigan bo'lsangiz, alhamdulillah deb turib ko'p mana shu hamdda yuradigan bo'lsangiz, bu qoida. Bilib olingki, alhamdulillah deb ko'p hamd aytib yuradigan bo'lsangiz, sizda umidingiz paydo bo'ladi. Umid kuchli bo'ladi, ya'ni. Umid kuchli bo'ladi. Bu narsa hamd aytadigan odamda bo'ladi. Hamd bilan shukrda albatta bir-biriga bog'liqlik joyi bor. Lekin odatda hamd u narsa odatda bu mana xosatan hamd, ya'ni bu alohida o'ziga xos lafz, ya'ni. Va yana baloni ketishiga vasila. Ya'ni ko'p hamd aytadigan bo'lsangiz, balolar ham ketadi. Hatto mana Fotiha surasi shuning uchun ham ruqyada ishlatiladi. Ruqyada Fotiha surasi o'qiladi, ya'ni. Mana biz ruqyaga taalluqli bo'lgan darslarimizda o'tib ketdik bu narsalarda. Endi hamdni fazilati haqida va hamdni savobi haqida ko'plagan dalillar kelgan. Xosatan hadis kitoblarida zikr qilingan. Uni bilishlik va inson uni hayollariga keltirish juda ham go'zal bo'ladi. Nimaga? Chunki banda Robbisiga hamdni ko'p aytishlik bilan, mana shu hamdda ijtihod qilishlik bilan banda nashotli bo'lish uchun. Ya'ni banda Robbisiga hamd aytib nashotli bo'ladi va unda ijtihod qilish uchun-da. Demak, tushunarli. Mana shu namozni nechinchi 7-chi ruhi, ya'ni 7-chi mag'zi bo'ldi. Endi 8-chi mag'zi haqida gaplashamiz. Istig'for degan narsa bor. Yana shuni bilingki, istig'for u tavhidni yarimi deb aytiladi. Tavhidni bilamiz. Tavhid bu ilm bu. O'tgan safar tavhidga ishora qildik. Tavhid bu ilm bu, amal bu. Ilm degani la ilaha illalloh. Amal bo'lsa u istig'for bo'ladi. Ana shu ubudiyat tavhidi degani. Amal bu ubudiyat, ya'ni ibodat qilishlik tavhidi. Fa'lam annahu la ilaha illalloh vastaghfir li zanbik. Allohdan boshqa haq iloh yo'q ekanligini biling. Allohdan boshqa haq iloh yo'q ekanligini biling, illo Alloh bor. Mana shuni biling. Allohdan faqat boshqa haq iloh yo'q, faqat Allohning o'zi bor. Siz gunohingizga istig'for ayting. Demak, istig'for mana shu u amal bo'ladi, ya'ni. Namoz o'qiysiz, bu amal, misol uchun. Roza tutasiz, sadaqotlar berasiz, masalan, shu amal. Subhanakallohumma robbana va bihamdik. Allohumma g'firli. Mana shuni aytishlik, mana. Buni o'zi aslida sajdada aytiladi, rukuda aytiladi. Mana rukuda subhan robbiyal azimni 3 marta aytib bo'lgandan keyin, xuddi shunaqa sajdada subhan robbiyal a'lani aytib bo'lgandan keyin aytiladi, ya'ni. Subhanakallohumma robbana va bihamdik Allohumma g'firli. Yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin deb aytishlik bor. O'zingdan boshqa haq iloh yo'q. O'zingni poklayman. Men zolimlardan bo'ldim. Demak, istig'for aytishlik oliy bo'lgan, qahhor bo'lgan zotni haqqida suskashlikdan uzr bildirish degani. Ya Allohim, meni kechir, men ojiz bandangni kechir degan ma'noda istig'for. Demak, Alloh taolaning bandalardagi haqqi juda ham katta. Juda ham katta. Demak, ana shu Allohning haqqi nima desa, odamlar Alloh taologa ibodat qilishi. Hech bir narsani Allohga sherik qilmasligi. Endi mana shu narsada suskash holatda bo'lishlikda bu suskash holatlari tabiiyki hosil bo'ladi, ya'ni. Mana shu suskash holatlari hosil bo'ladi. Bu narsada hech qanday bir inkor holati yo'q. Ammo Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy suratda ulug'lashlik, haqiqiy suratda Alloh subhanahu va taoloni qadrlashga keladigan bo'lsak, bu endi faqat payg'ambarlar tushunib yetadigan oliy, juda ham katta bir daraja deb turib aytiladi. Bu haddan tashqari katta daraja bu narsa. Buni hamma ham tushunib yetmaydi. Bu juda ham katta daraja bu. Qachon banda Robbisini tanishi tobora ziyoda bo'lib borsa, Allohni juda ham yaxshi agar tanish holatlari bandada kuchli bo'lib boradigan bo'lsa, banda o'zini suskashligini aniq bilib boraveradi. Aniq biladi o'zini suskashli ekanligini, Alloh taolo tarafida Allohning ibodatlarida juda ham zaif ekanligini bilib boraveradi. Bo'lib ham qarang, masalan, hozir kunda musulmonlarda boshiga bir kulfat tushib turganda, mana Falastindagi bo'lib turgan holatlarni ko'rib, qoqqan qoziqdek turaverishlik, ularga ana shu Falastinda ana shu bechora odamlarning ustiga bombalarni yog'dirayotgan odamlarga duoibat qilmaslik ham hech bo'lmasa, ya'ni. Hech bo'lmasa ham duoibat ham qilmaslik, qoqqan qoziqdek qarab turishlik, bu juda ham iymonning zaifligini alomatida, juda ham noqis deganida bu. Shuning uchun ham inson duo qilishi kerak bo'ladi.
Demak, qarang, hozir aytmoqchi bo'lganimiz asosiy bu yerda banda qachon Robbisini taniydigan bo'lsa, o'zini sustkashligini bilib boraveradi. Shuning uchun ham bu istig'for bandani lozim tutadi. U bandani martabasi qancha bo'lsa ham, qay darajada ibodat qilib tashagan bo'lsa ham farqi yo'q. Tushunarli? Demak, namozda hammasi avvalidan tortib oxirigacha namozda istig'for bor. Istig'for u namoz. Istig'for aytasiz. Masalan, mana istiftoh duosida aytiladigan duoni qarang. Biz faqat istiftoh duosida bittasini bilamiz, xolos. Istiftohda aytiladigan duolarga e'tibor bersangiz, Allohumma ba'id bayni va bayna khotoyaya kama ba'adta baynal mashriq val mag'rib. Ya Allohim, meni va xatolarim o'rtasini, mashriqni mag'ribni o'rtasini uzoq qilganing kabi uzoq qilgin deb turib aytiladi. Qarang, rukuda subhanakallohumma robbana va bihamdik Allohumma g'firli deyiladi. Sajdada subhanakallohumma robbana va bihamdik Allohumma g'firli deyiladi. Qarang, rukuda ham mana shunaqa Allohumma g'firli, ya Alloh o'zing meni kechir deb turiladi. Sajdada ham shunday. Yana Allohumma inni a'udhu bi ridoka min sakhatik deb duo qilinadi. Mana shu sajdada qilsangiz bo'ladi yoki salom berishdan oldin butun attahiyotlarni, salovatlarni tugatib olganingizdan keyin aytsangiz ham bo'ladi. Allohumma inni a'udhu bi ridoka min sakhatik. Ya Allohim, o'zingni roziliging bilan g'azabingdan panoh so'rayman. Allohumma g'firli zambi kullah. Mana shuni aytsa bo'ladi. Ikkita sajdaning o'rtasida Robbi g'firli, Robbi g'firli, Robbi g'firli deb 3 marta aytish bor masalan. Tashahhudda bor. Mana tashahhudda, hozir tepadagilar sajdada aytsa bo'ladi. Endi tashahhudda aytiladigani Robbi inni zolamtu nafsi zulman kasira. Kabira. Ya Alloh, men o'zimga juda ko'p, katta bir miqdorda zulm qildim. Gunohlarimni faqat o'zing kechirasan. O'zing meni gunohlarimni kechirgin deb, qarang, mana shu narsalar mana aytilish kerak bo'ladi. Demak, mustaqil bir rukun xos o'tirishda istig'for uchun alohida ajratilgan. Qarang, xos o'tirishda istig'for uchun alohida mustaqil rukun bor. Ana shu rukunni biladigan bo'lsangiz, ya'ni mana shu rukunki o'zi, ya'ni xos u o'tirishda deb aytayapti. U xorlikni va iftiqor, muhtoj ekanligini bildiradi. Ya'ni ikkita sajdaning o'rtasida o'tirish bor-ku. Ikkita sajdaning o'rtasida o'tirishda Robbi g'firli, Robbi g'firli, Robbi g'firli deb 3 marta aytiladi. Bu sunnat. Bir marta aytishlik, ulamolar bunda ixtilof qilgan. Ba'zi ulamolar vojib deydi, ko'p ulamolar sunnat deb turib aytgan. Hatto mana shu ikkita sajdaning o'rtasida o'tirish bu tiz cho'kib o'tirish bo'ladi-da. Tiz cho'kib o'tirish bo'ladi Alloh huzurida. Demak, Alloh taolda siz tiz cho'kib o'tirgandek bo'lasiz. Mana shunday xorlikni bildirib turadigan xos alohida o'tirishda bu alohida shu joy istig'for uchun deyiladi. Bu mustaqil rukun shunga xos qilindi. Bu ozgina o'tirish deyiladi. Qarang, xuddiki nimaga o'tirish? Vahya jilsatul asir al-muntazir lil qatl. Qatl uchun, ya'ni qatlni, o'limni kutib turgan asir odamni o'tirishiga o'xshaydi. Yoki bo'lmasa bir katta odamning oldiga o'rtada bir vasila bilan kirayotgan odamni, o'rtada biron bir elchi bilan kirayotgan odamni o'tirishiga o'xshaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu rukunni uzun qilardi va unda istig'forni ko'p qilardi. Rubbama karrara fihi kalimatan wahidatan vaqtan tawila. Va rubbama karrara fihi kalimatan wahida. Ba'zida unda bitta kalimani takror qilardi, uzun vaqt. Robbi g'firli deb mana shu narsani takror aytardi. Mana shundan ziyoda qilmardi, qarang. Demak, ikkita ana shu sajdaning o'rtasida aytilaveradi. 3 marta aytishga o'zi istig'for. Ya'ni 3 marta aytsa, mana shu istig'forni bu, ya'ni istig'for deb aytiladi, bo'ldi, yetadi ya'ni. Alohida bitta rukunda aytiladi bu. Lekin bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu duoni ko'p aytib olish kerak bo'lar ekanda. Rubbama karrara fihi degani ba'zida ana shu joyda Rasululloh bitta kalimani uzun vaqt qaytarib turardi. Va ba'dal istig'for yustajabu ad-du'a. Istig'fordan keyin duo ijobat bo'ladi. Lidalika shuri'a lil musalli, shuning uchun ham namoz o'quvchi odamga istig'fordan keyin umumiy duoda duo qilishi nima bo'ladi? Mana namoz o'qiydigan odamga umumiy duolarni qilsa bo'laveradi. Ya'ni sajdaga tushasiz, ana shu sajdada duo qilsangiz bo'laveradi ya'ni. U duoki dunyo va oxiratni yaxshiliklarini jamlagan duo bo'lsa bo'laveradi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zi, Allohumma g'firli varhamni vahdini varzuqni va afini vajburni. Ya Allohim, o'zing meni mag'firat qil, o'zing menga rahim qil, o'zing meni hidoyat qilgin deb ikkita sajdaning o'rtasida shular aytiladi. O'zing menga rizq ber, o'zing menga ofiyat bergin, o'zing meni tuzatgin deb turiladi ya'ni. Endi mana shu istig'for sidiq bilan, 100 ga 100 yaqin ishonch bilan
chuqur bir ilm bilan hosil bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo o'zini bandalariga payg'ambarlarni tilida va'da qilgan narsasi albatta amalga oshadi mana. Albatta amalga oshadi. Demak, mana Nuh alayhisalom o'zini qavmiga va'da qilgan mana. Agar istig'for aytadigan bo'lsalar, Alloh mol va dunyoni, bola chaqalarni madad qilib beradi. Istig'for haqida hozir gapiradigan bo'lsak, istig'for juda ko'p mana shu istig'forda. Istig'forda gap juda ko'p. Istig'for har qanday kasal odam agar istig'for aytib yursa, kasali ketadi. Buni muayyan adadi yo'q, juda ko'p aytiladi. Masalan, mana ba'zilar 4000 ta aytish kerak ekan deb ko'tarib chiqadi. Yo'q, unaqa narsa emas. Juda ko'p istig'for aytish kerak. Juda ko'p istig'for aytish kerakki, mana shu narsa albatta foyda bo'ladi. Qani mana qul astagfiru robbakum innahu kana g'affaro yursilis sama alaykum midrara. Istig'forda aytinglar degan mana. Istig'forda aytadigan bo'lsalaring, Alloh subhanahu va taolo sizlarga mo'li ko'l bo'lgan yomg'irlarni jo'natadi deb aytganda. Mana shu joylarga biz e'tibor beradigan bo'lsak, mana istig'fordan mol dunyo, bola chaqalarni rizq qilib beradi deb turib aytilganda, qarang. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Va yaj'allahum jannati va yaj'allahum anhara. Ularga jannatlarni, bog'roqlarni, daryolarni qilib beradi. Istig'for aytgan insonni ishi yurishadi. 1-2 bo'ladi. Hatto farzand ko'rmayotgan odamlar istig'for aytsa, farzand ko'radi. Hada Hudun ya'idu qawmahu bi irsali samai alayhi midrara. Mana Hud alayhissalom o'zini qavmiga osmonni, ya'ni bulutlarni o'zlariga mo'l-ko'l qilib jo'natishini mana o'zini qavmiga va'da qilyapti. Ya'ni mana bu Hud alayhissalom o'zini qavmiga va'da qilyapti. Osmonni ularga mo'l-ko'l bo'lgan holatda yomg'irda shunday jo'natishini. Va yazdiduhum quvvatan ila quvvatihim. Quvvatilarga quvvat qo'shib tashlaydi degan mana. Qarang, mana istig'forning foydalari juda ko'p. Demak, istig'forni namozda qilish kerak, namozdan tashqarida ham aytib yuraverish kerak. Mana Muhammad alayhisalom o'zini ummatiga va'da qilgan dunyoyu oxiratni yaxshiliklarini, agar ular tavba qiladigan bo'lsalar, istig'for aytadigan bo'lsalar. Bu haqida oyatlar, hadislar, mana shu ma'no haqidagi oyat hadislar juda ham ko'p. Qarang, shu ma'no haqidagi oyat hadislar haqiqatdan ham ko'p. Mana bu narsalarni demak shunday muhmal qilib turib tashab qo'ymaslik kerak. E'tibor berishlik kerak ya'ni. Vallohu alam. Endi mana shu joyda biz to'xtasak bo'lar ekan. Kelasi safar endi namozni kalitlaridan, namozni mag'zidan 9-mag'zga kiramiz. Uki duo qilish. Mana shu duo ham juda ham muhim. Inshaalloh buni ham biz inshaalloh o'zini joyida gaplashamiz. Vallohu alam.